oila hayotiga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin o'sha oila a'zolaridan biri ikkinchisining hayoti va salomatligiga daxl qilsa-chi? To'qib beraman deb va'da berdi, qilmadi, o'qitaman deb va'da berdi, o'qitmadi. Oxir qizim o'sha tug'ishiga yaqin kel deb telefon qilaverdi. Qizim mayli, qo'rniga bolam yetim bo'lmasa, endi mana kechirim so'rutdi. Endi qilmas ekan, endi menga xafa qilmas ekan, endi haqorat qilmas ekan, endi bunaqa zulm qilmas ekan dedi, ketdi qizim. Ketgandan keyin 5 kundan keyin tug'di. Qoniga 7 kun bo'lgan, rosa uribdi. Shunaqa uribdiki, bo'g'ib uribdi. 7 kunlik ayol kim uradi? Ayol kishi uradigan erini yaxshi ko'radi. Erkak biroz shiddatli bo'lish kerak, gapini o'tqazish kerak. O'sha o'tkazgan paytida o'zi bo'ldi, taloqqa hojati yo'q. Erini maqtab ham qo'yadi. Ayollar erini shunaqa ekanligidan boshqa dugonalarga maqtanadi. Agar gapimni yolg'on desam, meni Robbim ko'rib turibdi rost gapirganimni. Men to'g'ri guvohim yo'qdir u qizim urtganda, lekin Alloh ko'rgan. Lekin Allohim guvoh qanaqa qilib urganini, qay darajada urganini, qay darajada azob berganini, qay darajada qiynaganini Alloh ko'rgan. Ya shunaqa qattiq tishlab urar ekanki, inson tishlaydimi insonni? Boshi bilan xuddi to'pni kalla qilgandek kalla qilar ekan qizimni, boshiga kalla qilib tashlar ekan. Urishni qoidasi bor, ya'ni o'sha ozor bermaydigan, ko'kartirmaydigan qilib, ko'karmaydigan joyiga solasizlar deydi. Iltimos qilaman. Prezidentimizdan iltimos qilaman. Prezidentimizni qizlar Saida Mirziyoyevadan iltimos qilaman. Bu xotinni biroz psixikasida sal kasallik bor shekilli. Men Abdulhayva Mo'mina Muhammad qizi Abduasimov Abror Muxtoraliyevichning ayol bo'laman. Men oilam bilan baxtliman. Bu odam faqat ayyor shilqimgina emas, bizni xotin bosgan ekan. Seni kıldığım namaz gibi sevdim. Haramsız, günahsız. Gözümü başka yere dikmeden, kıblemi kaybetmeden. Onsuzluk imtihan. 3 marotaba uylanib, 3 marotaba xotin qo'ygan. Sen 4-chisisan. Bu qo'sh oliy ma'lumotli alloma Guyugoni Faust degan kitobi bor. Faust. Guyugoni tanimadinglar, menimcha Faustni ham bilmaysizlar. umrida bor yo'g'i 7 sinfda arang tugatgan xolos. Asli ismingiz, familiyangiz kim? Endi hammasidan xabardormiz. Oti uçkuran boshqa ekanmi buni? Mahbubiy. Ben seni kıldığım namaz gibi sevdim. Haramsız, günahsız. Gözümü başka yere dikmeden, kıblemi kaybetmeden. Ben seni Allah'tan diledim. Allah'ın rızasıyla sevdim. Shoirligi ham yolg'on. Birovlarning she'rini o'g'irlab, et-betiga qalam tegizib, o't ko'ri deb imzo chekkan, chiqartiravergan. Abror edi. Mahbubiy. Baba qilasan Rasulullohning gaplarini. Masxara qilyapsanmi Rasulullohni? Masxara qilganim yo'q, seni gapingni aytdim. Rasulullohning gapini gapiryapman men. Shantajga o'xshab gapirasan, shantajsan bilan. Qaysingga qaraman men shantajlik qilasan? To'g'ri gapir, senga inson haq huquq haqida gap ketyapti. Inshaalloh jannatda ko'rishamiz.